Mening ismim Maumita, erimning ismi Rakesh. Erim katta kompaniyada katta ofitser. Kompaniya nomini aytish shart emas. Mening ikkita farzandim bor, bitta o'g'il va bitta qiz. Oilam baxtli. Pul yetishmaydi. Erim bilan yaxshi hayot kechiryapmiz, lekin boshqa farzandlarimiz bo'lmaydi. Shuning uchun men davolanishdan o'tdim. Shuning uchun erim bilan quvonch bilan ishlashim mumkin. Bu meni yanada go'zal va sog'lom qiladi. Mening bo'yim 1.5 metr. Erim bilan ziyofatga borganimda, erimning hamkasblari meni maqtashadi, lekin men hech qachon erimdan boshqa hech kim bilan vaqt o'tkazmaganman. Endi haqiqiy voqea shundaki, erim ba'zan 4-5 kun ofis ishlariga ketadi. Keyin men bolalarim bilan uyda yolg'iz qolaman. Yolg'izman deyish noto'g'ri bo'lardi. Erimning keksa onasi ham biz bilan yashaydi. U qarib qoldi va jismoniy kasallik tufayli kuni-tun yotoqda yotadi. Kechasi o'g'lim bobosi bilan uxlaydi, men va 3 yoshli qizim bitta yotoqda uxlaymiz. Hayot shunday davom etardi. To'satdan erim ofis ishlariga chiqib 5 kun qolishini aytdi. Men, "Yana nima qilmoqchisiz, bizni uzoq vaqtga qoldirib?" dedim. Keyin erim, "Xo'p, lekin" dedi. "Endi menga bir ish qilishingiz kerak. Bugun kechqurun menga ofis hujjatlarini qoldirasiz. Bu fayllarni ko'rib chiqib, ularni tartibga solishingiz mumkin." U menga, "Bugun kechqurun bizning uyimizda qolsangizchi?" dedi. U chiqib ketdi. Kechasi fayllarga qaradim va barcha ishlarni tayyorladim. Lekin bitta vazifada muammo borga o'xshaydi. Erimga aytdim. Erim, "Xo'p, nima qila olsangiz, shu yetarli", dedi. Boshqa hech narsa demadim. Kechasi fayllarga qaradim va uxlab qoldim. Ertasi kuni qaynonamni ovqatlantirish uchun turdim va uyda nima ish bo'lsa, shuni qildim. Kechasi qiladigan ishim yo'q edi. Shuning uchun tezda uxlab qoldim. Erim ketganiga 3 kun bo'ldi. Erim ketganidan keyin 3-kuni tushdan keyin erim menga qo'ng'iroq qilib, hal qila olmagan loyiham haqida gapirib berdi. U bu ish ertaga ofisga yetib borishi kerakligini va fayllar ustida hech qanday ish yo'qligini aytdi. Men, "Aytgan edim, lekin qila olmadim", dedim. Keyin erim, "Xavotir olmang, mening eski hamkasbim bor. U bugun bizning uyimizga keladi. U bu ishni kechasi bajaradi va ertasi kuni o'zi bilan olib ketadi. Uning ismi Akash Mitra", dedim. Men, "U kechasi bizning uyimizda qoladimi?" dedim. Erim, "Ha, mehmonxonasida qolsin", dedi. U shuningdek, "Ertasi kuni fayllar ketmasa xafa bo'lmang, bu keskinlashishi mumkin". Men, "Xo'p, uni nima deb ataysiz?" dedim. Erim, "Uni amaki deb chaqiring. U xursand bo'ladi. Eshiting, u shunchaki mening so'zlarimga amal qilmoqda. Siz ilgari bizning ofisimizda ishlagansiz va bu turdagi ishni yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun men unga aytishga rozi bo'ldim. Men unga ishonaman. U juda xotirjam va yaxshi inson". Men, "Xo'p, qachon keladi?" "Kechqurun keladi", dedim. "Xo'p", dedim. Erim telefonni qo'ydi. Men ham unga ahamiyat bermadim. Farzandlarim maktabdan kelganlarida ularni o'zim ovqatlantiraman, qaynonamni ovqatlantiraman va uxlab qolaman. Tushda bema'ni tushlar ko'raman. Hech narsani esla olmayman. Uyg'onganimda soat 5 bo'ldi. Qaynonamni ko'rish uchun va unga erim haqida hamma narsani aytib berish uchun o'rnimdan turaman. Qaynonam, "Xo'p, buvim ovqat yuborayotganda hech qanday muammo bo'lmaydi", dedi. U, "Bolalarim o'quv xonasida bo'lganida men televizor ko'rib o'tiraman. Kechki soat 8 edi. Sariyimni tuzatib, eshikni ochishga bordim. Eshikni ochganimda bir odamni ko'rdim. Qo'lida shirinliklar paketi bilan bir chol turibdi. Keyin kimni qidirayotganingizni so'radim. Erkak, "Bu Rakeshning uyi", dedi. Men, "Ha, men uning xotiniman". Erkak, "Men Akash Mitraman", dedi. Keyin men eshikdan uzoqlashib, "Kechirasiz, siz erim shunday dedingiz. Men sizni tanimaganim uchun sizdan so'radim". Erkak, "Hatto men ham sizning savolingizga umuman ahamiyat bermadim. Bunday savollarni berish odatiy hol. Men bir narsani payqadim. Mening bilan gaplashayotganda u odatiy gapirayotgan edi. Keyin men, erim agar boshqa birov bo'lganda, u menga qarab mening bilan gaplashardi",
deb o'yladim. Bu orada men uni mehmonxonamizga olib bordim. U menga ergashib kelayotgan edi. Men unga erim sizni xola deb chaqirishini aytdim, u ha dedi. Rakesh meni xola deb chaqiradi. Xola, ko'rasiz, muammo yo'q, dedi. Men o'tiring va ha, men sizdan ancha yoshman, siz meni ismingiz bilan chaqirasiz, dedim. U jilimlab dedi. Men unga kofe va kakao yong'og'i olib kelaman, dedi. U nega bu yerda ovqat yemayapsiz? Men eringizga yordam berish uchun kelyapman va menga bunchalik ko'p ovqat berishim shart emas. Ha, siz menga ismingizni aytmadingiz. Meni nima deb ataysiz? dedi. Men unga uzr so'radim. Ismim Momi ekanligini aytdim. Siz meni Momi deb chaqirishingiz mumkin. Biroz gaplashgandan keyin men kechki ovqatni tayyorlab qo'ydim. Soat 10:00 edi va bolalarim uni xonada topib, uning bilan gaplasha boshladilar. Men bir marta ularning oldiga bordim va endi meni bezovta qilmang. Endi ovqatlanib uxlaymiz, dedim. Keyin kechki ovqatdan keyin xonadan chiqib, xonamga keldim. Tungi ko'ylagimni olib chiqdim va kiyimimda tungi ko'ylagim yo'q edi. Hammasi yengil. Tungi ko'ylak kiyishda biroz muammo bo'lishi mumkin. Yo'q, men uning oldiga bormayman. Agar u nimadir o'ylasa, tungi ko'ylak kiyaman. Shuning uchun men endi tungi ko'ylak kiymayman. Sari kiyaman va tetiklanish uchun hojatxonaga boraman. Keyin erim bilan bog'lanmaganimni esladim. Shuning uchun tezda tetiklanib, erimga qo'ng'iroq qilaman. Keyin unga uning bilan gaplashganlarimning hammasini aytib beraman va u aslida yaxshi inson ekanligini ham aytaman. Erim, yo'q, ko'rasiz, uning bilan gaplashishni yoqtirasiz. U mendan tun bo'yi uning bilan uxlamasligimni so'radi. Keyin erim, xo'p, o'rganasiz. Keyin hech kimning yordamiga muhtoj bo'lmaysiz, dedi. Biz biroz ko'proq gaplashdik va telefonni qo'ydik. Qo'ng'iroqni qo'ygandan keyin uyimizga ishimizni qilish uchun boshqa odam kelganini va men kechasi o'sha odam bilan qolaman deb o'yladim. Kechani eslaganimda o'zimni noqulay his qila boshladim. Ha, uning yoshi taxminan 45-50, lekin buni aniqlash qiyin. Soat allaqachon 12 bo'ldi. Shuning uchun men boshqa kechiktirmadim va uning xonasiga bordim. Ketishdan oldin qaynonamning xonasiga bordim va uni uxlayotganini ko'rdim. Kechasi uxlayotganidan xabar yo'q edi. Shuning uchun men bunga ko'p ahamiyat bermadim va endi uning xonasida ekanligimni o'ylashga hech qanday sabab yo'q. Men hech qanday niyat bilan bormayman. Shuning uchun uning xonasiga bordim va uni ishlayotganini ko'rdim. U meni ko'rdi va menga qaradi. Men ham unga qaradim. U menga jilimlab qo'ydi. Balki u meni kelayotganini ko'rgandir. Shuning uchun boshqa hech narsa demadim. Borib uning oldidagi divanga o'tirdim. U yana menga qarab, "Xola, agar xohlasangiz bu ishni qila olasiz. Bu unchalik katta muammo emas. Men deyarli ishlayapman. Eringiz menga qo'ng'iroq qilib, qolishim va ovqatim haqida so'radi. Men unga ovqat yegani kelmaganimni, jaschaki hamkasbimning so'zini bajarish uchun kelyapman. Xavotir olmang. Eringiz sizni juda yaxshi ko'radi." Qanday qilib u menga qarab bu so'zlarni aytishi mumkin? Men biroz uyalchinlik bilan, "Ha, u meni juda yaxshi ko'radi va men ham erimni yaxshi ko'raman", dedim. Shunday qilib, buni eshitgach xola, "Xo'p, ko'ryapsiz, men ishlayapman. Men uning ishini kuzata boshladim. U bir fikrda ishlayapti. Bu orada men unga 1-2 marta kofe olib kelish uchun bordim va o'zimga ham olib keldim. O'sha paytda xola, bezovta qilganim uchun uzr so'radim. Men, "Yo'q xola, hech qanday muammo yo'q", dedim. "Xo'p xola, qancha qoldi?" Xola dedi. "Endi meni o'rgatishingiz kerak. Shuncha." Uning ishini ko'rib, ko'p narsani tushundim. Shuning uchun u yonimga o'tirdi va faylni ochib menga aytib bera boshladi. Ya'ni u menga dars bera boshladi. Men ham uning ish faylini diqqat bilan o'rganayotgan edim. U qo'limni siqib ko'rayotganida, uning qo'li menga bir marta tegib ketganini his qildim. Men bunga hech narsa deb o'ylamagandim yoki u bunga unchalik ahamiyat bermagan. U buni ataydan qilganmi yoki xohlamaganmi bilmayman. U menga ish ko'rsatdi
ko'rsatib, mening bilan ko'p jihatdan gaplashardi. Hatto oilamizning ba'zi a'zolari dam olish kunlari biror yerga borardi. Biz shunday gaplashar va menga ishni ko'rsatardik. Keyinroq u, "Oyijon, menga yana bir piyola kofe va lungi bering", dedi. Men, "Xolajon, bizning uyimizda lungi yo'q, lekin agar kiysangiz, erimdan sizga dhoti berishim mumkin. Xola, men shim kiyib uxla olmayman. Shuning uchun lungi kiyishim kerak, lekin men hech qachon dhoti kiymaganman. Shuning uchun men borib unga dhoti bilan kofe tayyorladim. Uni olib kelganimda u dhoti kiyib yotganini ko'rdim. Men kulib turaman. Xolam, "Nega dhoti kiymayapsiz?" dedi. Men, "Yo'q, xola, o'qiy olmaysiz", dedim. Xolam, "Nima qilishim kerakligini ayting", dedi. Men, "Seni kuydiraman, bu yerga kel. Men shu yerdaman." Dhoti ko'tarib o'qishini so'radi. Nima qilishim kerak? Tushunmadim. Bu vaqtda ba'zi nomaqbul voqealar ham sodir bo'ladi. Do'stlar, YouTube tomonidan o'rnatilgan qoidalar tufayli bu voqealarni to'g'ridan-to'g'ri aytib bo'lmaydi. Izohlarda berilgan havola orqali mening veb-saytimga tashrif buyurishingiz mumkin. Yerda absolyut ochiq hikoya bor. Qo'limda kofe bilan qaytib kelaman. O'sha paytda xola, "Hey, oyijon, o'tiring va mening bilan kofe iching. Piyolani oling. Yana nima qilishim kerak?" dedi. Bilmay o'tirishim kerak edi. Kofe ichib o'tirgan edim, lekin nima uchunligini bilmayman. Kofe ichib o'tirganimda g'arib fikrlar hayolimga kela boshladi. Men, "Kun kelib ozgina tetiklaning", deb so'radim. Xolam, "Vay, bugun nega bunday bo'lganini bilmayman.